Assalomu alaykum barchaga. Hozir men sizlarga yana bir yangilik krossovkamizni ko'rsataman. Adidasdan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda eng yengil krossovka deb aytilgan bu Adidas krossovkamiz. Mana birinchilarga e'tibor beratasizlar. Bu Gore-Tex model bo'lib, hozirgi yomg'irli havolarda ham bemalol ko'chada kiyib yurish yoki mashg'ulotlar o'tkazish mumkin bu krossovkamiz bilan. Zalga chiqadiganlar uchun ham juda qulay. Padosh qismlari polni 100% penadan ishlangan va orqasiga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, penani ustidan bir qat rezing bilan qoplamasi bor. Sababi bu penani yoyilib ketmasligi va zalda yoki yugurish maydonchalarida sizga qulaylik tug'dirishi uchun ishlatilgan bu. Mana bu taraflarga e'tibor qaratasizlar. Bu yog'i nima uchun bunaqa padoshasi? Sizda yurayotganingizda, yugurayotganingizda, sport bilan shug'ullanayotganingizda sizga qulaylik yaratadi bu. Sizning yurishingizni yana tezlashtirib beradi. Yana hamda qulayroq bo'lishi uchun mana shunaqa padoshadan foydalanilgan bu krossovkamizda. Razmerlari 40 dan 44 gacha, narxi 420 ming so'm.